Mahallalarga borganda mahalla aylanamiz. Tandir yo'q. Non yopmaymiz. Chiroyli qilib haligi Makka unidan qo'shib, qora bug'doyni qo'shib, qora non qilib berardi, uni boshqacha edi. Chiroyli qilib xo'jayinlarni ham achchiq bulkaga o'rgatib oldik. Men Samarqandda ishlaganimda bir koreyalik doktor keldida, o'sha ayollarda saratonning ko'payish sabablarini analiz qildi. Nimaga ko'payapti bu saraton kasalligi? Men to'g'ri sodiq shikoyat berdim. Keyin 7 ta 8 ta narsani yozgan endi. Kam harakatli birinchi o'rinda turibdi. Endi 4-faktorni yozganki, tandirga non yopmaslik deyildi. Tandirda non yopgan ayolda rak kasal bo'lmaydi dedi. Sabab organizm borganda qizigandan keyin qon 2 barobar tezlanar ekan organizmda. Shuni tezligida haligi qon tomirlarini tozalab tashlaydi. Qon toza bo'lsa, qon iflosligidan qaysidir bezga nimadir mikrob qo'shilib, sekin-sekin bezda uyg'onadi. Bu faktordan bittasida shuni yo'qotdik-da biz.